Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli görürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Dünya Uygur Kurultayının reisi Dolqun Aysa başçılıqidagi Qurultay heyeti 22 iyul Cuma günü Çexiya Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Tashqi ishlar ministerligining yuqori darajalik amaldorlari bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish masalasini cho'radigan asosda suhbat ilib bordi va o'zlarining Chexiya hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarini o'ttirib qo'ydi. Undan boshqa yana shu kuni Qurultay heyeti yana Praga shahrining shahar boshlig'i Zdenek Xirib apandim bilan ayrim ko'rish ilib berib, uning hozir qadar Uyg'urlarga ko'rsatib kelgan kuchli qo'llashiga qayta minnatdorlik bildirdi. 2021 yili 11 oyda Chexiyaning poytaxti Pragada chaqirilgan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur Qurultayı markazida shahar boshlig'i Zdenek Xirib apandim Xitoyning shuncha kuchli noroziligiga pisand qilmay Qurultay vakillariga shaharlik hukumatning zalida ziyofat bergan edi. Chexiya Tashqi ishlar ministerligidagi ko'rishdan keyin ministerlik binosi oldidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa apandim Qurultay heyetining bu qatimqi Chexiya ziyoratining asosli maqsadlari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Bugun biz Dünya Qurultayıdan bir heyet, bizning ijroiy komitetimizning muavin raisi Turg'unjon Alovudin, bizning ishxonamizning bosh koordinatori Erkin Zunun, bizning praktiki bosh vakilimiz Evita ve mendan iborat bir 4 kishilik bir heyet Çex Cumhuriyeti'nin Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qildik. Bu yerda Çex Cumhuriyeti'nin yuqori darajadagi amaldorlari bilan Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi haqida suhbat olib bordik. Chunki bu ziyoratimizning maqsadi Çex Cumhuriyeti hukumati shu 7 oydan boshlab Avrupa Komisyonu'nun reisligini 6 aylık müddet bilen ötküzüp aldı. Şunun için Avrupa Komisyonu'nun başlığı sübütü bilen Avrupa İttifakı da bulanın kılıştırışlık mecburiyetlerini hatırlatış, bulardan boğan taleplerimizni, özümüzden arzularımızdan oturup koyuş ve şundakla Avrupa Komisyonu'nun başlığı sübütü bilen 51. nöbetlik Cenevre'de ötküzülen 9. aydaki kişilik hukuk kendiş yığınlarda bulanın kılıştırışlık vazifelerini bulardan sözleşiş, şundakla Uygur mecbur emgik meselesi olsun ve bugün Şarkı Türkistan yüzbattan mesele hakkında malumat biliş bilen birge bulanın bu pozisyondan payınıp neymiş kılalaydık hala hakkında bir yazma dokulatımızı takdim kıldık. Nahiyeti mühim mesele sözleşildi. Bazı noktalara cevap verdi, bazı nesnelerini müzakereleşi cevap verdiğini bildirdi. Nahiyeti ehemmiyetlik bir yığın oldu. Dünya Uygur Qurultayı İcraiya Komitetining reisi ve Uygur Kişilik Hukuk Qurilishining direktori Ömer Qanat apandim 21 iyul kuni Amerika Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Amerikaning Nopos, muhojirlar ve musafirlar ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Sara Kross ve ko'chman qabul qilish idorasining oliy amaldori Margaret Burkhardt xonimlar bilan ko'rishib, Biden hukumatining yangi boshlatgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish ve taqobil turish strategiyasi asosida dunyoning har qaysi davlatlarida Xitoy qaytarilish xavfi ostida turayotgan Uyg'urlarni qutqizish, Uyghur musafirlar duch kelayotgan jiddiy masalalar ve bu masalalarning bartaraf qilinishi uchun ilinishga tegishli tadbirlar qatorliq masalalar ustida 1 soatdan ortiq suhbat ilib bordi. Ömer Qanat apandim bu vaqt istansimiz qilgan so'zida ko'rish talabining Sara Kross xonim bilan Margaret Burkhardt xonimdan kelganligini, ularga muhojiratdagi Uyg'urlar duch kelayotgan turli besim, tahdid ve xatarlar haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga ega bo'lganligini bildirdi. Shu kuni Ömer Qanat apandim yana Washingtondagi Adas Isroil Yahudi cherkovining jamoasi tarafidan har oyning 3 payshanba kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilayotgan namoyish qatnashib, Uyg'urlarga ega chiqqan namoyishchilarga Uyg'ur xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirdi. Dünya Uygur Qurultayı 23 iyul Şembe günü İstanbul'da murasim ötküzüp, Ankara Üniversitesi Til, Tarih ve Coğrafya Fakültesining o'qituvchisi, uzun yillik fidakar milliy kurashchimiz, Dünya Uygur Qurultayıning qurg'uch a'zolarining biri bo'lgan doktor Erkin Ahmet apandimning dotsentlikdan professorlik o'stirilganligini qutlaqlash bilan birga, uning chet elga hijrat qilib chiqqan 1988 yildan buyon milliy da'voyimizga qo'shib kelgan to'kpisiga rahmat etdi. Ankara Üniversitesi baholash heyeti 2022 yili 4 oyning 13 kuni doktor Erkin Ahmet apandimni professorlik loyiq ko'rganligini e'lon qilgan. Bu xabar ayni chog'da muhojiratdagi qarindoshlarimizni alohida so'yindirgan edi. Qurultay nashriyat markazining mudiri va Tahlimakan Uyg'ur nashriyatining qurg'uvchisi Abdujalil Turan apandim riyosatchilik qilgan va Qurultayning muavin raisi doktor Erkin Akram Turkiyadagi ba'zi Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari va akademisiyanlaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan mazkur murosimga tor orqali qatnashgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim qilgan so'zida o'zining 1995 yildan tortib
katip doktor Erkin Ahmet Efendimni yaqindan tanıydiganligini, uning tirishchan bir ilm odami bo'libla qolmasdan, yana o'zini Sharq Turkiston xalqining erkinligi, hurligi va milliy ozodligini qo'lga keltirish kurishiga atagan fidokor bir da'vo odami ekanligini, uning Dunyo Uyg'ur qurultiyining asosli qurg'uvchi a'zolarining biri ekanligini, doktor Erkin Ahmetning professorlik o'stirilganligini qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur ziyolilarimizning bo'libmi yosh ziyolilarimizning doktor Erkin Ahmet Efendimdan ulgilib milliy da'voyimizga aktivlik bilan ishtirok qilishi lozimligini bildirdi. Doktor Erkin Ahmet Efendim murosimda qilgan so'zida o'zini bu sharafga loyiq ko'rgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va Teklimakan Uyg'ur nashriyatiga alohida rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur ziyolilarining bugun xalqaroliq zo'r masalalarning biriga aylangan Uyg'ur da'vosiga aktivlik bilan qatnashishining to'liq zarur ekanligini ta'kidladi. Sobiq Sovet ittifoqi parchalanib mustaqillikka erishgandan buyon Xitoydan ko'plab qarz olib kelgan Tojikiston navbatda Xitoyning qarz qiltiqiga tushib qolgan. 21-iyul kuni Yevrosiyo to'g'rida e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha, navbatda Xitoyning qarzini qaytarishda qiynalgan Tojikiston o'zining oltin konlari va zaminlarini Xitoyga kesib berishga majbur bo'lmoqda ekan. Maqolada Tojikistonning 2022-yilning boshlari xalqarodan olgan qarzining 3 milliard 300 million Amerika dollari ekanligi, buning 1 milliard 980 million dollari, ya'ni buning 60%ning Xitoy import-eksport bankasidan elinganligi bildirilgan. Maqolada Tojikistonning 2021-yili 131 million 900 ming dollar qarz to'langanligi, lekin buning 65 million 200 ming dollari Xitoyga ketganligi, bu pulning 22 million dollarini faqat o'sim uchun to'langanligi bildirilgan. Maqolada aytilishicha, Xitoy asosan Tojikistonning ul aslarlariga qarz bergan. Bu ul aslarlar ketadigan ishchi, material, texnika hammasi Xitoydan keladigan bo'lib, natijada qarz yanada Xitoyga qaytib keldi ekan. Maqolada qarz pulni qaytarish qurbi yetmagan Tojikistonning yuqori qumar va Sharq Doba oltin konlarini Xitoyga go'riga qo'yishga majbur bo'lganligi. Tojikistonning yana Qashqardagi Shinyo Dadoy konchilik shirkatiga Tojikistondagi kumush zapisi mo'l bir tog'liq rayonda kon ichish huquqi berib, 7 yilgacha boj ko'chirim qilganligi bildirilgan. Xitoy qarzining bedeli. Tojikiston qarz to'lashda Xitoyga yana nimalarni berishga tayyor mavzuliq maqolada qayd qilinishicha, Tojikistonning zamini 2011-yildan beri texmi kichiklab ketgan bo'lib, 2011-yili 1100 kvadrat kilometrlik zaminni Xitoyga kesib bergan Tojikistonning shuningdan keyin yana 600 kvadrat kilometrlik zamini ozayib ketgan. Maqolada 600 kvadrat kilometrlik bu zaminning nega yo'qolganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo uningga Xitoyning erishishining kuchli ehtimolli ekanligi ta'kidlangan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.